Hop, vektorli x o'qi bo'yicha y o'qini chizamiz. Qanaqadir chizma, ya'ni line qilamiz. The line that has magnitude, ya'ni and the direction vektor deb nomlanadi. Agar uni yo'nalishi bo'lsa, x bo'yicha koordinatasi paydo bo'ladi, va avtomatik ravishda y bo'yicha koordinatasi ham bo'lishi kerak, chunki Descartes koordinat sistemadamiz. Shunda bu yerda bizda burchakni biz alfa deb olsak bo'ladi, xohlasak teta deb olamiz, farqi yo'q. Va shu vektorlar, ya'ni uzunligi bu ax, buni uzunligi ay chiqib kelyapti. Va bu o'zi a bo'lsa, biz Pifagor teoremasi bo'yicha, shunda a kvadrat plus b kvadrat barobar c kvadrat. Pythagorean theorem. A kvadrat plus b kvadrat bu c kvadrat. Ya'ni x bo'yicha bizda katit ax kvadratda plus ikkinchi katit ay o'sha kvadratda ani o'zini kvadratiga teng, ya'ni uzunligi vektori. Shundan chiqib keladi modulus of a bu ax kvadrat plus ay kvadrat ilzosida. Ya'ni bu magnitude or modulus of vector. Shu vaqtda ax bu horizontal, ay bu vertical components. Keyin qaraydiganimiz bu metoddan keyin ularning qo'shilishi, ya'ni vektorlarning qo'shilishi. Vektor a bizda bu ax va ay bo'lsa, vektor b bu bx va by. Ya'ni ularning qo'shilishi bu ax plus bx bitta koordinata va ay plus by ikkinchi koordinata. Minusda ham xuddi shunaqa. Qiziqarli moment bu burchaklar bilan. Agarda menda ax bu a kosinus alfa, ay bu a sinus alfa deb kelishilgan bo'lsa, ya'ni x axis uchun faqat kosinus, y axis uchun faqat sinus. Shunda ularni bir-biriga nisbati, ya'ni ay ax ga bo'lsam, menda a sinus alfa taqsim a kosinus alfa. Ya'ni tangens alfa kelib qolyapti. Shunda alfa, ya'ni burchak, bizga kerak bo'lgan burchak har doim arctangens ay taqsim ax dan chiqib keladi. Keyinchalik undan keyin biz burchaklar bilan ishlashimiz kerak, ya'ni burchaklarni to'g'ri taliq qilishimiz, ya'ni to'g'ri sanashimizni, to'g'ri olib kelishimizni javobga har doim bizga katta plyus beradi. Ya'ni o'sha x ga qo'yib olamiz. Vektor olamiz qanaqadir. Vektor olamiz. Burchak alfa. Ikkinchi burchak qanaqadir deb olamiz. Bu burchak mana. Vektor b. Shunda biza esimizda chetvert har doim 90 gradus beradi, ya'ni chorak, to'g'ri? 90 gradus, 90 gradus, 90 gradus, 90 gradus. Uchoqda shu o'pishi beradi. Bizda bu 90, bu 90 va qanchadir. Ya'ni siz b dan topish uchun bu yerda olib mana burchakni butunlay aylanishingiz kerak. Bu yerda bu qanaqadir beta deylik, o'sha beta. Qanaqadir beta. Beta. Va shu b ga taalluqli. Agarda ishoralar bilan razberatsiya qilmayman, menga kerak emas deb o'tirsangiz, shunda shu beta deb qo'yaverasiz. O'sha. Ya'ni kalkulyator siz o'rningizga hammasini qilib beradi o'z tegida. Trigonometrik yechimlar shu topib beradi javobini. Alfada ham xuddi shunaqa. Keyin ko'radigan momentimiz bu so'rini sveti. Eng bizda north, south, east and west bor. Mana misol ko'rsatmoqchiman.
har doim north olinsa yoki east olinsa 90 gradus vektor tushunchasida olinadi. Ya'ni faqat northdan ketayotgan bo'lsa 90 gradus degani. Faqat east ketayotgan bo'lsa 90 gradus degani, to'g'rimi? Ya'ni 90 bo'lsa, agar hech qanaqa qo'shilmagan bo'lsa 90 ga 90 qo'shilib ketadi, ya'ni 180 bo'ladi. Butunlik tekis ketayotganligi uchun. Mana bu yerda pastga ketyapti. Ya'ni u ham tekis burchakdek qaraladi. Endi agar demanda north east mana misol uchun bo'lsa, vektor out qilganman, north east ketayotgan, o'rtasida uni bistrisa olib chiqadi 45 gradusga. Yarimi 90. Agarda south west bo'lsa, mana south west orasida, endi siz shu boshlagan nuqtangizdan sanashingiz kerak-da. Sanaganda 90, yana 90 va yana 45, yani yarimi. Shunda общий 225 gradus deb sanaysiz. Aytgandek, agar pozitsiya hech kelmasa, trigonometrikani ishlatishlar, bir pi plus alfa, pi minus alfa ishlatsangiz ifodalarni cosinus beta bilan aytgandek, kalkulyator sanab beradi hammasini. Kalkulyator shunga bor. Va shu misol ko'rmoqchiman. Belgilangan. So'rachim, plane traveling north east. Shunda north mana east. North east. North east bo'lsa, what is the northward component of its velocity? Yani northward degani mana taraf. To'g'rimi? Ya'ni vy. Agar qanaqa tezlik bilan ketayotgan bo'lsa, bu vx. Bu eastward component of the velocity. Shunda bu yerda 45 gradus bo'lsa, 200 vx bu 200 cosinus 45, 200 sinus 45 sanaladi. Tayyor javob. Ha, bu oddiyroqdan edi. Endi sal qizuvroqdan ishlaymiz. Значит, an airplane flies due north at 380 km/h straight from the city A to city B. Shunda northga ketayotgan ekan. North. City A to city B. Значит, southeast wind of 75 km/h is blowing. Southeast, shunda bizda south pastda bo'lsa, east mana. To'g'rimi? Shunda masalan, bunda tepa chiqarib turamiz. Mana bu southeast. Agar shuncha bo'lmasa, qiyin bo'lsa, mana southeast bor. Endi bu tekis ketayotganda bu urilibdi. Endi hence note that all winds are defined in terms of direction from which the wind blows. Hence a southeast wind blows out the southeast and blows towards northwest. Yani darsham ketaverar ekan ot. Darsham ketyapti. What is the resultant velocity of the plane with respect to the ground? Yani bizada bitta nuqta, endi пересечение bor va bitta burchak bizda paydo bo'lgan, to'g'rimi? Bizga resultant kerak. Resultant topishimiz kerak. Bitta muhim moment south eastdan north west ketayotganligi. Ya'ni siz south eastni qaramaysiz, chunki bu uni uryapti, ya'ni urilib ketyapti dalishi. Ya'ni bizni bo'layotgan actionni bu yerda qarashimiz kerak. 90 bo'lsa bu yerda 90, bu yerda 45. Shunda 135 bo'lyapti burchak. Bizga kerak bo'layotgan burchak. Shunda velocity of plane x bo'yicha 0, chunki x bo'yicha shunaqa o'zgarish bo'lmayapti. Velocity of plane y 380 km/h. Keyinchalik velocity of wind by x. Shunda 75 deyilgan, 75 km kara cosinus 90 plus 45. Y bo'yicha xuddi shunaqa 75, faqat sinusli. Sanashimiz kerak bu javoblarni. Ya'ni 75 cosinus 135, 75 sinus 135.
Keyinchalik bizdan so'rashyapti o'zi. Umumiy qaraganda. What is the resultant of the plane with respect to the ground? Resultant kerak. Resultant uchun bizga x bo'yicha resultant topishimiz kerak. Ya'ni velocity of plane by x plus velocity of wind by x. Resultant y bo'yicha velocity plane y plus wind by y qo'shamiz. Keyin общий resultant ya'ni rx kvadrat plus y kvadrat. Shunda sanaymiz burchakda qo'shamiz 0 plus 75 kosinus 135 bitta 380 plus 75 sinus 135. Shu sanab shunda javob chiqadi resultant. Ko'pincha resultantlar burchak deb berishadi, lekin bizga bu qiziq emas. Qanaqa burchak deb o'tgan resultantni. O'sha aytganman bitta chiqardik-ku boshdan formula ham topsangiz bo'ladi, lekin bizning imtihonimizga bu aktual emas. Bizga kerak emas. Shunaqa. Keyingisi bu skalarlar bilan. Skalar bu son degani qanaqadir. Yo'nalish yo'q son. Misol uchun to'r A. Bu degani siz to'r X ga ham Y ga ham ko'paytirishingiz shart. Shu javob. Agar sizda qanaqadir kuchi bo'lsa, 300 newton X bo'yicha, Y bo'yicha 400 newton bo'lsa, to'r F, ya'ni butunli F ham shunda 1200 va 1600 bo'lishi shart. Ya'ni ikkita koordinata degani X bo'yicha, Y bo'yicha bo'lib olganingiz mana shu yerga yo'naltirilgan. Ya ma'no bildiradi 2 dedi. Shunaqa afzal mana shu butunli bizga kerak bo'lgan vektorlar.